30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Akmal Valiyev boshqarmada faoliyat yuritayotgan yosh xodimlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida soliq xizmati organlari tizimida yosh kadrlarni qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritildi. Ayni paytda Surxondaryo viloyati soliq xizmati organlarida mehnat qilayotgan 723 nafar xodimning 132 nafari, ya'ni qariyb 20% ni yoshlar tashkil etadi. Uchrashuv davomida ularning taklif va mulohazalari tinglandi. Shuningdek, soha rivojiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh faol va tashabbuskor yoshlar Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'ining tashakkurnomasi bilan taqdirlandi. Bugun boshqarmamizda Yoshlar kuni munosabati bilan rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Ushbu tadbirda biz yoshlarning kichik mehnatimiz yuksak qadrlanib, minnatdorchilik bildirildi. Tashakkurnomalar topshirildi. Biz yoshlar esa bunday e'tirofdan juda xursandmiz. Chunki insonning mehnati qadrlansa, bu yanada yaxshi ishlashga turtki bo'ladi. Aytish joizki, soliq boshqarmasida har bir yosh mutaxassis tajribali xodimlarga ustoz-shogird tamoyili asosida biriktirilgan. Mazkur amaliyot yosh kadrlarning kasbiy mahoratini yuksaltirish, amaliy tajribasini boyitish hamda ularning malakali mutaxassis sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.